Lekin men uzrasizlar kechirasizlar majburan bo'lyapman. Bu narsaga men qarshiman. O'g'linglar bilan gaplashdim. Men ham qarshi gap. Men to'g'ri tushunasizlar. Voy, mana bu qizni qilgan ishini qarang deb hamma internetda mana shu qiz haqida kimdir negativ, kimdir pozitiv o'zini aqli yetgancha, ilmi yetgancha fikr bildirib tashladi, to'g'rimi? Kelsa ko'rib chiqamiz qonun nima deydi, xuddi shu kabi, ya'ni qizlarimizni majburlab erga berishligimizga yoki ularni erga tegishiga biz to'sqinlik qilishligimizga qonunchiligimiz nima deydi? Xo'p, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksini ochib qaraydigan bo'lsak, Jinoyat kodeksimizda aynan mana shunday ayolni erga tegishiga to'sqinlik qilganligi uchun yoki uni majburlab erga berganligi uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, ushbu harakatlarni sodir qilgan shaxslar hammasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu yerda nima uchun u otasi bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin Muzaffar deyishingiz tabiiy. Chunki nikoh ixtiyoriy, nikohda qolish ham ixtiyoriy, nikohdan chiqish ham ixtiyoriy. Bu yerda o'sha ayolni sog'lom oila qurishlik, o'zi xohlagan insoniga, ya'ni er tanlash, turmushga chiqish, oila qurish erkinligini ifodalovchi uning huquqlari belgilab qo'yilgan va mana shu huquqlari kafolatlab qo'yilganligi uchun mana shunday normalarimiz mavjud. Bu yerda endi javobgarlik faqatgina misol otasi, onasi tomonidan qo'y qizim, bu bolaga yerga tegma. Bu ichib chakib yuradigan bizillik, g'irt alkash, bomish choyxonadan chiqmaydigan qizlarning orqasidan yuradigan bola qo'y, yaxshi bolalarni o'zimiz topib qo'yganmiz deb mabodo uni fikrini o'zgartirishga undasa, bunda javobgarlik yo'q. Lekin qizga ruhiy tomonlamadir, jismoniy tomonlamadir uni erga tegishiga bosim qiladigan bo'lsangiz, zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki majburlab harakatga undaydigan bo'lsangiz, ushbu holatda kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar javobgarlikka tortilasiz. Mana shu tomonni ham e'tiborga olish kerak bo'ladi va hurmatli qizlar, yana ham tanlov o'zlaringda qo'llaringda. Men qizlarga bu masala bo'yicha nimadir deyolmayman, faqat ota-onalarga bunaqa holatlarda ozgina ehtiyot bo'lishligini tavsiya qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishlikni unutmang.